Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz noodatiy bo'ladi, chunki bugun elektrический skuterlarni obzor qilamiz. Eng arzon narxlarda eng sifatlilarini, xudo xolasa, barchalaringga ma'qul keladi degan umiddaman. Narxlari arzon skuterlar bormi degan obunachilarimiz uchun 50 kilometrgacha yuradigan skuterimiz. Ushbu skuterimizning narxi 2.500.000 so'mdan 3.50.000 so'mgacha bor. Komplektlarida kaskalari, yomg'irdan himoyavoz kiyimlarigacha bo'ladi. Hamda zaryadchiklarigacha, telefon podstavkalari. Boshqa joylarda ko'rdim, bular alohida sotilar ekan, bizda komplektida bo'ladi. Bitta skuter ko'rib qo'yinglar. Juda seriozniy. Aniq sifati a'lo. Servislari bor. 1 yillik. Narxi 4.200.000 so'mdan 4.500.000 gacha. Bular har xil pozitsiyalari bor. Bularda ham kaskalari, yomg'irdan himoya vositalari, barcha komplektida qo'shimcha jihozlari bor. Bu ko'proq yuradigan modelimiz. Bitta ko'rib qo'yasizlar, restyling, redline qilingan. 70 km yuradi. Narxi ham zo'r chiqqan, hurmatli obunachilar. Baloni ham katta bo'ladi, 90-90. 5.200.000 so'm. Buni har xil turidan bor. Bemalol kelaverasizlar, hurmatli obunachilar. Yana bitta zo'rini ko'rsataman. Bitta har xilidan bor. Balon katta, kichik, akkumulyatori 5 tali, 6 tali. Bunga bitta baho berasizlar. Shu elektron velosipedimiz Rossiyada juda ham ommabop, chunki juda ham uzoq masofalarni bosib yuradi. Hamda Foris antiqa skuterlarimiz ham bor. Buni turishini qaranglar. Hozir telefonda ozgina kichkina ko'rinyapti, lekin juda ham bahaybat, optim narxda. Hozir yana qo'shimcha mahsulotlarimiz haqida ko'rsatib o'taman. Qosh tog'alarga juda ham zo'r, elektronli, 50 km yuradi. Nevaralarini, o'zini maza qilib olib yuradi. Keyin sidenkalar orqaga oldiga bo'ladi, yukxonasi bor. Bu modellarda ham xuddi shunaqa. Yukxonasi ham bor. Hamda kolonkalarga bitta baho berib qo'yasizlar. Haqiqiy sifat. Elektron motorlarimiz ham bor. 500 kilolik, 1 tonnalik har xilidan bor. Bular ham optim narxlarda. Motorlardan ham bor, har xilidan. Katta, kichik. Hamda antiqalardan ham bor. Ham odam ikkitadan, ham yukxonasi bor. Kuzovlari qalingina, zo'r, mustahkamlaridan. Bular narxini aytish esimdan chiqib qolibdi. Keyin bularda quyosh panellarigacha bor. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Quyosh panelli 12 million so'mdan 13 milliongacha bor. Bular 7 million so'mdan 8,5-9 milliongacha bor. Har xil razmerdagi, har xil akkumulyatorlarga 6 ta, 5 tali kilometr uzoq, kam yoki og'irligi ko'proq yoki kamroq ko'taradigan bo'ladi. Yosh bolalarga nima bor degan obunachilarimiz uchun bitta ko'rib qo'yasizlar. Haqiqiy sifat. Bu o'zini vesim 90 kilo bemalol o'zim ham ko'taradigan juda ham sifatli. Narxlari qanaqa desiz? 1.300.000 so'mdan boshlab tepaga qarab ketaveradi. 1 yoshdan to 7-8 yoshgacha mashinalarimiz bor. Keyin bularda sifatlari a'lo darajada. Taylari temir karkasli, og'ir yuklarni ham ko'taraveradi, motorlari baquvvat. Injiqroqlaridan bormi degan obunachilarimiz uchun geliklarimiz ham bor. Transformer modellarimizdan ham bor. Mototsikllarning xili bor.
Kattalari bu. Buni kichkinalari ham bor. Hozir internetlarda 4 million, 4,5 million, 5 milliongacha sotilar ekan. Temir kuzovli mototsiklchalar sizlarda nech bo'lsalar 2 million 900 ming so'mdan 3 million 200 minggacha modellari bor. Akkumulyatorlarga qarab narxi o'zgaradi. Eng sifatli. Bu kattalarni ham ko'taraveradi bemalol. Elektrический samokatlarimizgacha bor. Bular 2 million so'mdan boshlab 4 million so'mgacha bor. Ko'pchilik bunaqa Kamaga o'xshagan velosiped so'raydi. Bular ham juda ham arzon chiqqan. Yana kimga qanaqa mahsulotlar yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yozsalaring, men birma-bir obzor qilib beraman. Sizlar uchun hech qachon erinmayman. Mashinani bitta ko'rib qo'yinglar, tiniqligini, kattaligini qaranglar. Juda katta. Velosipedlarda ham xili bor. Sifat darajasi a'lo, Ferrari'largacha bor. Manzilimizga kelsak, Farg'ona shahri Yormozorda Mo'ljal jome masjidi oldida hamda yonimizda Olovuddin zapravkasi mavjud.